Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq aziz qarindoshlarim, men sizlarga bo'libmi Sharqiy Turkiston yoshlariga yangi bir xush xabarni yetkazmoqchiman. Bizning Uyg'ur biz YouTube kanalida xalqaro vaziyatlarga aloqador va Sharqiy Turkiston siyosiy munosabatlik programmalarimiz eng az haftada bir qatim tarqatilib kelayotgan edi. Yaqinqi 1-2 oy ichida bizning programmalarimiz sal kechikib qoldi va vaqti-vaqtida tarqatilib bo'lmay qoldi. Bunun sebebi bolsa, biz qilayotgan tashviqot xizmatimizni bir qadam yuqori darajaga ko'tarish uchun xalqaralashgan va texnik kengaygan holatda vatanimiz Sharqiy Turkistonni besib olgan Xitoy tajovuzchilariga qarshi yaxshi faoliyatlarni ilib berish uchun ko'p tayyorlik qildik. Bu so'zlarimni anglayotgan barliq qarindoshlarimning bizni qo'llash va Sharqiy Turkistonimiz uchun, vatanimiz xalqimiz uchun kurash qilishni xohlaydigan, siyosatga qiziqadigan yoshlarimizning bu safga qo'shilishi uchun, foydalanib qilishi uchun o'zinglarning Facebook hisobida hamrohlab qo'yishni unutmaysizlar. Biz qilayotgan xizmatlarimizda har zaman taraqqiy qilish uchun, bir qadam olg'a ilgirlash uchun, vatanimiz xalqimizga loyiq va islom ummatiga yarasha bir erkak bo'lish uchun davomli tirishib keldik. Oxirgi 2-3 yillik o'tmishimizga qaraydigan bo'lsak, Xitoy tajovuzchilariga qarshi vatan millat uchun davomli muntazam kurash qilishning, to'xtab qolmasdan texmo taraqqiy qilib kurash qilishning nihoyat tez ekanligini aniq ko'ra olamiz. Shuning uchun biz atrofimizdagi sanoqli nihoyat oz kishilar bilan ko'p tayyorlik qilish va tirishish orqali bo'libmi vatanimiz Sharqiy Turkistonning kelgusi egalari bo'lgan, Sharqiy Turkiston kurushining sohiblari bo'lgan yoshlarimizning texnik ko'p siyosatga qiziqishi va siyosiy tushunchalarning taraqqiy qilishi uchun hozirgi mavjud Xitoyga qarshi kurash maydonida xizmat qilayotgan tajribalik cho'nglarimiz va yosh qarindoshlarimizning, siyosatchilarimizning jamiyatimizdagi yosh qarindoshlarimiz bilan uchrashishini va bir so'rinda yuz-yuzga o'ltirib o'z kallasidagi Sharqiy Turkiston siyosatiga aloqador savollarni o'z eg'izi bilan so'rab, xohlagancha suhbat qilish orqali boshqa yosh qarindoshlarimizning bu siyosatga bo'lgan Xitoy tajovuzchilariga qarshi vatan uchun xizmat qilish irodasini kuchaytirish va siyosiy ong-fikrni yuqori ko'tarish uchun bir so'rin hozirladik. Biz mushu Facebook sahifamizga eng az haftada bir kun elib beriladigan mavjud siyosatchilarni va tajribali ustozlarni taklif qilish orqali ular bilan yoshlarimizni uchrashtirish uchun bir necha kun burun qaysi siyosiy tashkilot rahbarini yoki siyosiy faoliyatchini taklif qilganligimizni, uning bilan qaysi yoshlarning uchrashishisi borligini va qanday savollar borligini bilish uchun qarindoshlarimizni oldin ma'lumotlantiramiz. Bu ma'lumotga asosida tanlangan 3-5 qadar yoshlarni biz tayyorlagan bu programma maydoniga taklif qilish orqali bularni uchrashtiramiz. Faqatla Sharqiy Turkiston siyosatini elib berayotgan Uyg'ur tashkilot rahbarlarini va siyosiy faoliyatchilarni emas, Turkiyada mavjud bo'lgan siyosiy partiyalarning gençlik tashkilotlarini, ya'ni yoshlar tashkilotlarini, ba'zi millat vakillarini va ba'zi siyosiy partiyalarning boshliqlarini chaqirish orqali ularni bu yoshlar bilan uchrashishga, o'zining ko'nglidagi savollarni so'rash, suhbat qilish uchun mushu Facebook sahifamizda qarindoshlarimizni bir necha kun burun yoki bir hafta burun belgilantiramiz. Buning qarta qiziqqan qarindoshlarimizning, yoshlarimizning biz bilan aloqa qilib, yana o'xshash shaklda suhbat maydoniga kelishini va bu kurashga bir kishilik hissini qo'shishini umid qilamiz. Ikkinchi faoliyatimiz bo'lsa, Turkiyada soqoq reportaji deb atalgan, davomli shaklda ijtimoiy va siyosiy kun tartibni qiziq nuqtani belgilaydigan, Turkiyada umumlashgan, hamma kishi xohlagancha ilib bora oladigan erkin bir faoliyat. Bu faoliyatni eng az haftada bir kun ilib berishga tirishimiz. Agar mushu ishga qiziqqan yoshlarimiz bo'lib qolsa, o'zi savol tayyorlab, agar o'zi ko'chaga chiqib, naq maydonda o'zi savol so'rashga qiziqib qolsa, biz boshqa xizmatlarni xolis holatda qilishib berishga tayyor. Uchinchi bo'lib, yana hujjatli qisqa filmlarni, 2 minutlik, 3 minutlik xalqimizga aloqador Uyg'urcha va turkcha filmlarni ishlashni o'ylashdik va tayyorlik qildik. Albatta buningga moslasha oladigan, hamkorlasha oladigan, qiziqadigan qarindoshlarimiz bo'lsa, shart-sharoitlarimizni hozirladik. Har xil shaklda hamkorlashishga biz tayyor. Qarindoshlarimizning mavjud imkoniyatlardan yaxshi foydalanishini umid qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bizni har zaman o'ziga loyiq bandalardan qilsin. Xalqimiz, vatanimiz uchun yaxshi xizmat qilguvchi erkaklardan, farzandlardan qilsin. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Yaxshi duolarda eslashib turaylik. Allohga omonat.